Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shogirdlar, bugungi darsimiz ham o'sha sabr bobida. Anas raziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan bu hadisni bayon qiladilar. Qol marran nabiyyu sallallohu alayhi va sallam bi imroatin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tdilar bir xotinki tabiki indal qabri, bir qabrni oldida yig'lab o'tirgan edi. Shuni oldidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tdilar. Faqol ittaqillaha vasbiri. U xotinga aytdilar, nima yig'layapsan? Alloh taolo bergan, endi oladi. Sen masalan yig'lamagin, Allohdan qo'rq. Alloh tabaraka taolo omonat senga bergan edi, omonatini olsa bunaqa betoqatlik qilma, yig'lama, sabr qilgin dedilar. Shunda faqolat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati va lam ta'rifhu. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yig'lab tanigan yo'q, kim gapiryapti. Shunda u aytdiki, bor yo'lingdan qolmagin. Menga yetgan musibat senga yetganda sen ham shunaqa yig'lagan bo'larding. Sen masalan bu musibatiki menga yetgan, u senga yetgan yo'q deb shunday gapirdi. Shunda aytilindiki, faqila laha innahu nabiyyu sallallohu alayhi vasallam. Bu senga gapirayotgan payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shu senga bunaqa Allohdan qo'rq, sabr qilgin deyaptilar deganda u ba'd tanidiki payg'ambarimiz shunday deyaptilar. Fa'atat baban nabiy sallallohu alayhi vasallam va lam tajid indahu bawwabin faqalat lam a'rifuka. Keyin haligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayyordan qabristondan o'tib ketaverdilar. Shundan keyin u xotin apil-tapil o'zini o'g'nadi-yu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eshiklarini oldiga bordi. Boshqa eshiklarda qaroqchilar ham yo'q, u eshikda darvozabonlar ham yo'q, hech kim yo'q. Taq qildi, chaqirdi. Allohning rasuli, men sizni tanimabman. Tanimasdan shunaqa debman ekan, meni kechiring deb shu bordi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqol innamas sabru inda sadamatil ula. Sabr o'sha avvalgi vaqtida bo'ladi. Har kim ham masalan o'sha avval musibat yetgan vaqtida sabr qilish kerak. Bunda aytiladiki, endi o'shanda yabki ala sabiyillaha, uni bolasi o'lgan ekan. Shu bolasi o'lgan ekan, o'sha bolasini qabrida yig'lab o'tirgan ekan. Shuning uchun aytiladiki, avval sabrni avvalida odam, lekin u yig'lab ko'zida yosh tugagandan keyin yoyinki yoqasini yirtib, sochini yulib, boshqa yuzini yulib bo'lgandan keyin endi boshqa iloji yo'q. U paytda ham biz sabr qilyapmiz, u sabr emas. Sabr o'sha musibat yetdimi, o'sha avval musibatda u yig'lamasligi kerak, dod faryod solmasligi kerak. Bu Alloh omonat bergan. Hatto ota-ona dunyodan o'tadi, ko'zimizdan yosh oqadi. U rahmat yoshi. Lekin Allohni olganligiga norozilik bildirishlik bu masalan shariatimizda juda yomon ish. Alloh rozi bo'lmaydi. Alloh u jonni bizga omonat berganmi, o'zi oladi bir vaqtida. Ho ota-ona bo'lsin, ho eng yaxshi ko'rgan do'stimiz bo'lsin, yo ayolimiz bo'lsin, yo qizimiz, o'g'limiz bo'lsin. Bir musibat yetgan vaqtida avval musibatda sabr qilishlik bu Alloh rozi bo'ladigan sabr ekan. Xo'p, yana bir hadis o'qib qo'yaylik. Shu sabr xususida an Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulullohu ta'ala ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadat safiyya min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu hadisni rivoyat qilib aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo aytdi. Ma
li'abdil mu'min. Ya'ni bir bandai mo'min uchun mani oldimda bir katta masalan mukofot bor. Agar u saqlaydigan bo'lsa, va qabiztu safiyahu, man agar uni oladigan bo'lsam eng yaxshi ko'rganini, ya'ni dunyoda kimni yaxshi ko'rasiz, shuni Alloh taolo sizdan olib qo'ysa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'g'illari bor edi. Ibrohim, Qosim, Tohir degan o'g'illari bor edi. Alloh tabaraka taolo ularni shu yoshlik vaqtida olib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sabr qildilar. Hatto masalan qizlari ham bor edi. U qizlarini ham Alloh tabaraka taolo o'zlari hayot vaqtlarida dunyodan o'tishdi ular. Alloh tabaraka taolo eng sabr qildilar. Ya'ni buni go'yo sabr qilishlikni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ummatlar o'rganishliklari kerak. Agar har kimniki eng yaxshi ko'rgan dunyodagi narsasini men olib qo'yadigan bo'lsam, agar unga haqiqatda sabr qiladigan bo'lsa, uni ajr uchun sabr qiladigan bo'lsa, uni ajri yo'q magaram jannat dedilar. Unga beriladigan narsa jannat. Ya'ni har kim shu dunyoda yo'qotadigan narsasi, moli mulki bo'lsin, nimani yaxshi ko'rsa-da, shu yo'qolib qolgan paytida yoyinki musibat yetgan paytida yo yonib kuyib ketgan paytida unga sabr qilishsa, Alloh tabaraka taolo ajr berar ekan. Ya'ni jannatni Alloh taolo va'da qilyapti. Yana bir hadis o'qib qo'yaylik endi. Bugungi darsimizdagi hadislar qisqa ekan, shuning uchun yana bir hadis o'qiymiz. An Oysha radhiyallohu anha annaha sa'alat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anit ta'un. Oysha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayollari radhiyallohu anhodan bu hadisni bayon qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Sa'alat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Oysha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Nima dedilar? Ani ta'un, ya'ni ta'un nima? Vabo, ya'ni kasallik. Ya'ni o'lat kasalligi deymiz, shu vabo deymiz. Ya'ni odamlar o'lib ketadi. Shuni to'g'risida so'radilar. Fa akhbaraha annahu kana azaban. Bu o'lat kasalligi, vabo kasalligi yoki mana hozirgi bizni vatanimizga kelgan bu nima kasalliklar ham, shu dunyoga kelgan bu yomon kasallik qancha ming odamlar dunyodan o'tib ketishdi. Mana shu Allohning azobi dedilar. Yab'asuhullohu ta'ala ala man yasha. Kimni xohlasa Alloh taolo u kasallik bilan kasallantiradi, o'lib ketdi. Mana hozirgacha necha ming odam o'lib ketdi. Kimni xohlasa u dunyodan masalan o'taveradi, o'laveradi. Faja'alahullohu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Bu vabo bo'lsin yo boshqa mana bu viruslar bo'lsin, shular koronaviruslar bo'lsin, bular hammasi Alloh tabaraka taoloning bir rahmati mo'minlar uchun dedilar. Falaysa min abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballohu lahu. Endi bir shaharda shu vabo tarqaldi. Shu virus masalan tarqaldi. Shunda u odam o'sha mo'min musulmon shuni ichida edi. Shu shaharni ichida edi. Sabr qiladigan bo'lsa, maqsadi nima? Alloh menga ajr beradi. Men shu shahardan chiqmayman. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Bir shaharda bo'lsalaring, agar shunaqa o'lat kasalligi, ta'un, ya'ni vabo kasalligi yo koronavirus bo'lib qoladigan bo'lsa, shu shahardan boshqa shaharga bormanglar. O'sha shaharda sabr qilib turinglar. Alloh tabaraka taolo sizlarga ajr beradi dedilar. O'shaning uchun agar shuni umid qilib Alloh tabaraka taolodan savob umidida shu yerda sabr qilsa, u biladi ki annahu la yusibuhu illa ma kataballohu lahu. Unga Alloh taqdirida yozilgani bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Uni aqidasi shu.
ya'ni bu kasallik hammaga kelgan bo'lsa ham o'shandan bir masalan bir qancha feysad odam o'ladi, qolganlari tirik qoladi. O'sha kelgan kasallik masalan mana keldi, kasallik qancha odam o'ldi, qolganlar mana tirik qoldi. Alloh tabaraka taolo bu mo'min musulmonlar uchun bir ne'mat dedilar payg'ambarimiz buni. Shuning uchun illa kana lahu misla ajri shahid. Agar o'sha odam o'sha shahrida turib sabr qilib Alloh taolo nima taqdirimga yozgan bo'lsa deb shu yerda turadigan bo'lsa, agar o'ladigan bo'lsa bu ajri shahidni oladi. Agar o'lmay qoladigan bo'lsa Allohning katta bir ne'mati, umri masalan uzoq bo'ladigan bo'lsa yashab ketaveradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1400 yil ilgari bu kasallik tarqaydigan bo'lsa o'sha shahardan tashqariga chiqmanglar deb go'yo shu tozalik nimasini go'yo yuqishlik masalan nimasi bo'lmasin, boshqa joylarga ham olib ketmanglar bu kasallikni. O'sha yerda sabr qilinglar. Alloh kimni xohlasa jonni oladi, kimni xohlasa o'sha yerda uni tirik qo'yadi degan aqidani 1400 yil ilgari bizga o'rgatdilar. Shuning uchun Alloh tabaraka taolo hammamizga sabr bersin. Hali ham bu kasallik to'xtagan emas. Dunyoda masalan qancha odam kuniga o'lyapti. Alloh tabaraka taolo mo'min musulmonlarga bu kasallikni haqiqat payg'ambarimiz aytganlaridek rahmat qilgan bo'lsin. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.